Assalomu alaykum hammaga. Yana bir bor darsimiz boshlanyapti. 8-sinf O'zbekiston tarixi 2023-yilgi darslik bo'yicha birinchi dars. Yuqorida ham aytib o'tdim, loyiha davomida 4 darsda bu kitobni nasib qilsa tugatamiz va darslarni birinchi darsda mana bugun sumak bo'limidan boshladik. Xo'p, bugungi darsimiz qanday shaklda bo'ladi deb savol berganlar bor ekan. Darsimiz tushuntiruv ko'rinishida qo'llanma asosida o'tamiz. Va albatta 8-sinf O'zbekiston tarixi bo'yicha darslar yakunlangandan keyin, umumiy darslar yakunlangandan keyin mustahkamlash uchun testlar ham taqdim etiladi. Uzoq cho'zinmay, demak darslarni boshladik. Xo'p, avvalo 8-sinf O'zbekiston tarixi demak yangilanganligiga e'tiborni qaratmoqchiman va yangi 8-sinf O'zbekiston tarixi demak vatanimiz tarixini 13-15 asrlardagi davrni o'z ichiga oladi. Xo'p, oldingidek 16-19 emas, balki 13-15 asrlardagi tarixini o'z ichiga oladi. Endi darslikda agar mundaraja qismiga biz nazar tashlaydigan bo'lsak, 13-asrda demak birinchi bob 13-asrda Mo'g'ul Nahr va Xorazm 5 ta mavzu, ikkinchi bob Chig'atoy ulusi 3 ta mavzu. Xo'p, keyin Amir Temur hamda Temuriylarda mavzularimiz ko'proq. Xo'p, umumiy ma'noda bu bitta bo'lim bo'lyapti, lekin uni biz ikkiga bo'lganmiz. Xo'p, birinchi qismimizda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta mavzuni o'rganamiz. Ya'ni 14-asr o'rtalarida Turonda yuzaga kelgan siyosiy vaziyatdan toki Amir Temurning jahon tarixida tutgan o'rni mavzugacha ko'rib chiqamiz. Va demak 3-bo'limni ikkinchi qismida esa biz Amir Temur davrida obodonlashtirish va bunyodkorlik degan mavzudan Alisher Navoiygacha bo'lgan mavzularni o'rganib chiqamiz. Demak, bugun birinchi mavzu 13-asr boshlarida Xorazm davlatida siyosiy vaziyat degan mavzuni ko'ramiz. Xo'p, hamda demak hozircha mikrofonlar o'chiq ekan, lekin ba'zi bir o'quvchilarga yoki ustozlarga mikrofonlarni yoqib beramiz. Sababi demak ekranda yoki darslar bo'yicha qo'shimcha savollar yuzaga kelib qolishi mumkin yoki ovozda muammolar bo'lsa, ular bizga ma'lumot beradi. Xo'p, boshladik. Ba'zi o'quvchilar mikrofonlarini ochib beryapman. Bo'ladi. Demak, birinchi mavzu yuqorida aytganimizdek, 13-asr boshida Xorazm shohlar davlatida siyosiy vaziyat. Xo'p, avvalo biz Xorazmshohlar davlati haqida gapirganimizda, mana shu davlatda hukmronlik qilgan sulolalarni nomiga va ularni hukmronlik qilgan yillariga e'tibor qaratishimiz kerak. Demak, Xorazmshohlarda jami 5 ta sulola hukmronlik qilgan bo'lib, demak ulardan birinchisi Afriqiylar bo'lyapti, ikkinchisi Ma'muniylar, uchinchisi demak G'aznaviylar tomonidan hokimiyatga olib kelingan Oltintoshiylar, to'rtinchisi Saljuqiylar hamda beshinchisi Anushlikiylar bo'lyapti. Xo'p, Afriqiylar 305 dan toki 995-yilgacha hokimiyatni boshqargan hisoblanadi. Endi Ma'muniylar esa 995-yildan boshlab toki 1017-yilgacha hokimiyat turgan. Judayam kam. Oltinto'shiylar sulolasi esa 1017dan to 1040-yilgacha. 1017-yilda Xorazmni Mahmud G'aznaviy egallar edi va hokimiyatni Oltinto'shga berardi. O'sha Oltinto'sh va uning avlodlari mana shu yillar oralig'ida davlatni boshqarishgan. 1040-yilda Xorazmni Saljuqiylardan bo'lgan Sulton Malik Shoh egallagan va ularni sulolasi hukmronligi boshlanadi. 1097-yilda demak Anushliginiylar aslida Anushligin o'zi biroz ertaroq davlatga noyob sifatida kelgan bo'lsa ham, lekin rasman hokimiyatni qo'lga kiritishi bu sulolani 1097-yilda bo'lgan. Ya'ni Anushliginning o'g'li Buni Muhammad davrida u Xorazmshoh unvonini qayta tiklagan va hukmronligi boshlangan. Aynan Anushliginiylar bu sulolada Xorazmshoh unvonida hukmronlik qilgan oxirgi sulola bo'lishgan bu davlatda va ularning hukmronligiga mo'g'ullar chek qo'yardi.
Endi Anushliginglar sulolasiga ham to'xtalib o'tishimiz kerak, chunki mana bu yangi darsligimizda Anushliginiy hukmdorlar Alloddin Muhammaddan va Jaloliddin Manguberdidan boshlab ketilgan. Mana shu hukmdorlarning ismi keltirilgan, lekin biz ulardan oldin hukmronlik qilgan boshqa Anushliginiy hukmdorlar haqida ma'lumotlarni aytib o'tishimiz kerak. Xo'p, Anushliginiylarni o'zi birinchi vakili bu Anushligini o'zi bo'lgan 1077-1097-yillarda demak noyib sifatida mamlakatni boshqargan. Demak mustaqil hukmdor bo'lmagan, balki Saljuqiylarning noibi sifatida mamlakatni boshqargan. Endi undan keyingi hukmdor Qutbiddin Muhammad 1097-1127-yillarda davlatni boshqargan. Uni davrida Xorazmshoh unvoni qayta tiklangan va shuning uchun ham 1097-yilda bu sulola rasman hokimiyatga kelgan hisoblanadi. Otisiz uchinchi hukmdori bo'lgan 1127-1156-yillarda davlatni boshqargan. Uni davrida mamlakat hududlari kengayardi. Katta-katta hududlar bosib olingan, turkmanlar bo'ysundirilgan, Kaspiy dengizi bo'ylarigacha bo'lgan yerlar egallanardi. Undan keyin hukmdor Elariston bo'lgan 1156-1172-yillarda boshqardi. Qisqa muddatga 1172-yilda Sulton Mahmud egallagan. Keyin Takash g'alaba qozonadi kurashda 1172dan to 1200-yilgacha hokimiyatni boshqargan. Takash davrida Saljuqiylar davlati zaiflashgani hisobiga Saljuqiylar davlatidan ajralib chiqqan ko'pgina hududlar Xorazmga bo'ysundirilardi. Masalan, Eron. Eronni 1194-yilda bo'ysundirardi. Takashdan keyin taxtni Alloddin Muhammad egallagan. U 1200-1220-yillarda boshqargan. Mana bugungi mavzumizni bosh qahramoni va undan keyin uning o'g'li Jaloliddin Manguberdi davlatni 1220-31-yillar oralig'ida 11 yil boshqaradi. Demak, biz Xorazmshohlar davlati, undagi 5 ta sulolaga hamda 5-asosiy sulola bo'lgan Anushliginlarga to'xtalib o'tdik. Endi birinchi mavzuda Muhammad Xorazmshohni egallagan hududlari va davlatning chegarasiga to'xtalishimiz kerak. Muhammad Xorazmshoh 1212-yilda egallagan hududlari bor. Bu albatta Mo'g'ul Nahr Qoraqalpog'larni ozod qilar edi. O'sha yilni o'zida Xurosonni, Kirmonni, Mikronni, Balujiston kabi hududlarni egallaydi. 1216-yilda esa 3 ta hudud egallangan, ya'ni G'azna, G'o'r hamda Bomiyon hududlari egallangan. 1217-yilda ko'proq Fors Iroqi, Mazandaron, Arron, Ozarbayjon, Shirvon, Mang'ishloq, Seiston kabi hududlar egallangan. Demak, 1216-yilda egallangan hududlar hisobiga mamlakat chegarasi Sind daryosi bo'yigacha yetadi va Hindiston bilan chegaradosh bo'lgan. Ya'ni davlat chegarasidagi o'zgarish Sind daryosi bo'yigacha borib Hindiston bilan chegaradosh bo'lyapti. 1217-yilda esa Kaspiy dengizidan toki Hindistongacha bo'lgan yerlarni o'z davlat tarkibiga qo'shib olyapti. Xo'p, 13-asr boshida Xorazmshohlar davlatining chegarasi, mana bu yerda e'tibor bersangiz, g'arbdagi chegarasi mana Tabriz, ya'ni Eron hududlarigacha va Kaspiygacha boryapti. Janubiy chegarasi mana bu yerda 9 raqamini oldida Hindistongacha boryapti. Bu yoqda Afg'onistondagi Hirot, Bal hududlari, hozirgi Turkmanistondagi Mar hududlari kirgan. Erondagi Hamadon, Isfahon, Sheroz kabi shaharlar, Orol dengizi, hozirgi Qozog'istondagi O'troq shahri, O'zbekistondagi Sirdaryo va Amudaryo orolidagi hududlar demak tarkibiga kirgan ekan. Juda katta imperiya bo'lgan. Mana endi Muhammad Xorazmshohning qo'shin tuzilishi va harbiy atamalar bilan bog'liq ma'lumot. Bu yerda atamalar va qo'shin tarkibi biroz kitobda murakkabroq berilgani uchun biz buni 3 ta qismga bo'lib oldik. Harbiy soha, ya'ni alohida qo'shin bilan bog'liq ma'lumotlar, keyin qo'shinni tarkibi bilan bog'liq ma'lumotlar va oxirida qo'shin foydalangan jangovar qurollar. Xo'p, umumiy qo'shinga to'xtaladigan bo'lsak, umumiy qo'shin tarkibi demak qang'ili yog' hamda turkmanlardan iborat bo'lgan. Qo'shin tuzilishi otliq va piyodalardan iborat bo'lgan. Jangovar tartibi esa avangard, o'ng, so'l va qanot va markazlardan iborat bo'lgan. Avangard, o'ng, so'l, qanot va markazdan iborat bo'lgan. Asosiy qo'shin esa demak Lashkari Birun degan nom bilan ham atalgan va u nomdazam qo'shin bo'lgan ekan.
Nomuntazam qo'shin. Endi savol beramiz qo'shimcha. Ya'ni, jahon tarixida birinchi bo'lib muntazam qo'shinni kim tuzgan edi? Javob bermoqchi bo'lganlar bo'lsa, shu mikrofonni bossangiz, ochib beramiz qog'ozlarni. Jahon tarixida birinchi bo'lib muntazam qo'shinni kim tuzgan edi? Birgalab bor. Qadimgi dunyo tarixida ham bu keltirilgan. Jahon tarixidagi birinchi muntazam qo'shinni kim tuzgan? Xo'p.